Assalamualaikum hörmətli görürmənlər. Washington munbiriga xoş gəldinglar. Washington munbirining 4-ci sani bilan yüz görüşüyotsizlar. Munbirimizning 4-ci sani 8 oktyabr Amerikaning Drexel Universitetida o'tkazilgan muhojiratdagi Uyg'urlarning ona til ma'rif haqidagi ilmiy muhokama yig'iniga atadiq. Ma'lum bo'lgandek, bu yig'inni Drexel Universiteti bilan Turkiyani markaz qilgan Uyg'ur akademiyasi birlashib uyushtirgan. Bu yig'in vatan ishchi va muhojiratdagi Uyg'urlarning ona tili va ona til ma'rifi duch kelayotgan xirislar, fursatlar, tadbirlar, fikrlar o'xshamagan nuqtalardan o'tirg'a qo'yilgan va muzokara qilingan bir yig'in bo'ldi. Bu yig'in Uyg'ur akademiyasining shundaqla yana Amerika universitetlari bilan birlashib uyushtirgan tunji xalqaro ilmiy muhokama yig'ini. Bu nuqtadan mazkur yig'in Uyg'ur akademiyasi uchun xalqaroga yuzlanish yo'lidagi tunji qadam va bir sinoq desak bo'ladi. Yig'inning o'rinlashtirilishida Amerikadagi dorigarlik fanlari mutaxassisi Uyg'ur akademiyasining faxriy raisi doktor Rishad Abbas apandi bilan Drexel Universitetining tadqiqotchisi Rebecca Closey xonim ko'p kuch chiqadi. Shu munosabat bilan biz bugun Uyg'ur akademiyasining Drexel Universitetidagi bu yig'inga qatnashgan, yig'inda ilmiy maqola o'qigan, uning riyosatchilik qilgan mutaxassislarni, ziyolilarni bugun studiyamizga taklif qildik. Tadqiqotchi mutaxassislar va ziyolilarimiz bu programmaga taklif qilindi. Oldi bilan mehmonlarimizni hammalarninki diqqatiga bir tanishtirib o'taman. Hammalar bilgandek doktor Erkin Sidiq apandi Uyg'ur akademiyasiningki sobiq faxri raislik vazifasini o'tagandingiz. O'zi Amerika olam boshlig'i qatnash idorasininki mutaxassisi, bizning Uyg'urlarning chet eldagi tanilgan olimlarimizning biri. Bugun bu studiyamizga alohida qadam tashrif qilganligi uchun Erkin apandiga o'zimizning rahmatini bildiramiz. Sizga rahmat. Shuning bilan birga bu qitimqi yig'inni uyushtiruvchilarningki, yig'inni tashkillash faoliyatlarida aktiv rol o'ynagan ham Uyg'ur akademiyasini boshqarib kelayotgan yana bir qimmatli meminimiz bugun studiyamizga qadam tashrif qildi. Bu bo'lsa Abdulhamid Qarqan apandi hozir Uyg'ur akademiyasiningki raislik vazifasini atqarıvatıdı. Şunun bilan birga bu qitimqi yig'inda qatnashgan ham ilmiy maqola o'qigan Uyg'ur ma'rifat ona til tadqiqotlarida, Uyg'ur sotsiologiya tadqiqotlarida uzundan buyon izlanayotgan yana bir ziyolimiz, tadqiqotchimiz Muhammad Tursun Beydulla apandi. Muhammad Tursun Beydulla apandi hozir bir mustaqil tadqiqotchi, Uyg'urlarning ijtimoiy hayoti va Uyg'ur ona til ma'riflari to'g'risida maxsus tadqiqot olib berayotgan. Oxirida biz hammalarniki bugungi suhbatimizga qadam tashrif qilganligingizni qarshi olamiz. Hamda hammalar bilgandek bu qitim bu Amerikaning Drexel Universitetida Uyg'ur akademiyasi bilan birlashib bu yig'inni chaqirdinglar. Egallagan hozirgi kelgan uchurlarda yig'in nihoyat yaxshi ichildi deydigan ijobiy baholar nihoyat ko'p. Oldi bilan Erkinka, siz bu yig'inninki butun jarayon to'g'risida bir to'xtalib o'tib boqqan bo'lsangiz, yig'in qanday o'tdi? Sizning kuzatishingiz qanday yig'inninki baş ahir to'g'risidagi televizor ko'rguvchilarimizga yig'in haqida oldi bilan bir ma'lumot bersak. Bo'ldi. Mening andasida deb qo'yganim bu qatimqi yig'in nihoyatda bir obdan vaqtda ichildi, nihoyatda bir muhim vaqtda. U nima deganda Uyg'urlarniki ona tili bu yil 9-oy kirgandan buyon yaqinqi biror asrdan ko'proq vaqtlarning ichida misli ko'rib boqmagan darajadagi bir egri tahdidga duch keldi. Aslida boshqa chet eldagi Uyg'ur ziyolilari bo'lsin yoki boshqa qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi o'zidan Uyg'urlarning ona tilini saqlab qolish, qo'dab qilishda biz nima ish qila olamiz degan savolni so'rashga boshladi. Bu qatimqi yig'in ashta bir paytda ichilib, endi o'sha Uyg'urlardagi ziyoli deb atalgan bir qism qarindoshlarimizning tirishchiligida mush masalada o'zininki o'ylagan ishlarni o'tirib qo'yib, ondan keyin musada hozir qadar chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida elib berilayotgan bir qism ishlarni diqqat qilishda mazmunlar elib berildi bu yig'in. Men Uyg'ur akademiyasiniki burungi shu Istanbulda ochilgan ilmiy tadqiqot yig'inlariga nurg'ulariga qatnashdim, hozir qadar ko'plar qatnashib keldim. Bu qatimqisi endi bir necha jihatdan sal o'xshamaydi uningga. Birisi bu chet elda ochilgan tunji qatim chet eldagi bir
oliy maktab bilan birlikda ochilgan tunji qatimliq yig'in bo'lib hisoblanadi. Sizlar g'arb dunyosi bilan bo'lgan bir hamkorlik tariqasi deyilib berilgan tunji. To'g'ri. Endi bu qatimki shu Drexel universitetida bu qandaqdir mana Uyg'ur akademiyasiniki bilan Uyg'ur akademiyasida birga yapgan faoliyatning o'zi yolg'iz faoliyat emas ekan. Ularniki bir qancha kunlik ilmiy doklad yig'inlari bo'lgan ekan. Mushundan bir qismi qilib bir kunni maxsus ajratib Uyg'urlarning ona tili ahvoliga ajratib beribdi. Şuna bu neydi bir yenilik oldu müzik qilib chog'da. Yana birisi mayli shakl jihatdan bo'lsin, sifat jihatdan bo'lsin, neydi burun qaraganda bir qadar ilgirlash bo'ldi bu qatim. Rasmiy xalqaro ilmiy tadqiqot yig'inlariniki shakli, kun tartibi bo'yicha elib berildi bu yig'in. Ashta bu boshqa neydi obda o'tdi. Yig'in kelgan mayli Uyg'ur ziyolilar yoki Uyg'ur qatnashchilari bo'lsin yoki shu g'arblik amerikalik kasb ahllari bo'lsin chiqib rozi bo'ldi. Lekin muzokara qiziq bo'ldi. Endi men har yili o'zimniki kasbiy sohasida xalqaro yig'inlarga qatnashib turman. U yerda biz dastlab so'zlaymiz, 15 minutdagi oxirida 5 minutdagi savol javob elib berildi. Odatda savol so'raydiganlardan bir narsa chiqib to'xtab qoladi. Ba'zi 20 minutni to'shmaydigan asablar bor. Bu qatim asosan shu boshqaruvchi kishi to'xtatmasa, muzokara oxiri uzilmay, qiziq bir munozara, muzokara ahvollari yuz berdi. Shunga o'zim ta'sirlandim, xushal bo'ldim. Demak, bu yig'inda masalan Drexel universitetining maxsus Uyg'ur ona tilini o'zining bir muhokama temas qilib tanlab sizlar bilan hamkorlik turida bu yig'inni uyushtirishi. Demak, g'arbdimi Uyg'urlarning bu ona til masalasiga va o'tirg'i chiqayotgan ona til duch kelayotgan xiris, raqobat va ba'zi agar fursatlar bo'lsa bu masalaga va Uyg'urlarning ma'rifiga diqqat qilayotgan bir chet ellik mutaxassislarni bor degan gap chiqadi-da bu yerda. Shundoq, endi ba'zi uchurlarniki konkret bu sohada shu yig'in echilishiga qadar qandaq paranlar bulunganligini men qaranda Abdulhamid inimiz obdaroq bo'ldi, so'zlab bas bo'ldi. Endi shu yig'inda Uyg'ur tilining muhimligi, hozir bir xalqlik tillarniki bilib bo'lib qolganligi masalasi o'tirib qo'yildi. Bu ba'zi jihatdan menga biroz yengil bo'lib tuyuldi. O'zim xushal bo'ldim bu ahvolni ko'rib. Bu jihatda Abdulhamid inimiz bu yerda Uyg'ur tiliniki bu til aloyidliklari nuqtasidan alayli Uyg'ur tilining bir zamonaviy taraqqiy qilgan mukammal bir til ekanligini ifodalash nuqtasidan agar bir misolni olsak, siz masalan butun hayotingizda o'rta maktab, mening bilishimcha, agar xatolashgan bo'lsam tuziting, boshlang'ich oliy maktablarni Uyg'ur ona tilida o'qidingiz. Men Shinjong universitetiga vaqtimizda siz bizning maktabdingiz, siz maktabni bitagan vaqtlaringizga to'g'ri keladi-ku deyman. O'zingizning ona tilida o'qidingiz, bu asosiy o'zingizning ma'rifini shu asosda soldingiz-da. Ondan o chet elga, Yaponiyaga, Amerikaga chiqib o'qigan vaqtlaringizni va boshqa tillarda o'qidi desakmi, ammo asosiy fundamentingiz, asosingiz o'zingizning ona tilida silingan. Buning o'zimi Uyg'ur tilining xuddi ilgari bu Xitoyning ba'zi amaldorlari degandagi zamondan qoldi, shunga biz Xitoy tiliga o'tyapmiz, Uyg'urlarni taraqqiy qildirish uchun qilyapmiz deydigan bu so'zlarga nisbatan bir javobning o'zi siz bo'la olasiz deb o'ylayman. To'g'ri. Bu vaqtda biz bugun ko'rishgan bir yerda masalani o'tirib qo'ydim. Men boshlang'ich 1-sinfdan tortib oliy maktab putugichilik Uyg'ur tilida o'qigan, butun darslarni Uyg'urcha o'qigan. Undan keyin Xitoy tili to'liqsiz chiqqan chog'da haftasiga 1-2 soatlik dars qilib o'tildi. To'liq o'tirdim mashinaroq. Ashtaq bo'lib buni o'rgangan endi. Meniki Məşə hazırki xizmət o'rnimda ishlatadigan bir qism matematikalik formulalarni men Uyg'ur tilida o'tirib maktabda o'rgangan. Shu formulalarning bir qism ismini bor, yodimda bor hozir. Shuni ishlataman. Shunga shaxsan siz degandek men shuni bir isboti, mayli hozirgi zamon taraqqiyot qilmoqchi bo'lsin yoki boshqa jihatlarda bo'lsin, Uyg'ur tilining hech qanday nuqsoni yo'q. Uning aksicha 50-yillari, 60-yillari Uyg'ur ma'rifi intayin taraqqiy qilgan. Ba'zi jihatlarda Xitoy ma'rifidan taraqqiy qilgan taraflarimiz bor, undan mening xabarim bor. Andan keyin shu Xitoydagi oz sonli millatlar ichida faqat Uyg'urlarnikilar o'z ona tilida dars o'tadigan oliy maktab sistemasi mukammal vujudga kelib bo'lgan. Nurg'un kishilarni tarbiyalagan bu jihatda qolgan millatlarning yo'q. Masalan, Mo'ng'ullarning yo'q, Tibetliklarning yo'q. Tibetliklar bu
taki ahırgıçılık özünki ali məktəb marifida ana tilini, özünün ana tilini işletilgan bir sistemini vücudga keltirish üçün köp tirişdi bular. Ular vücud kelmeytirdiler, bu işler to'xtab qoldi. Uyg'urlarning endi ashtaq bir shuncha bir mukammal sistemining shu sun'iy yo'sinda yo'q qilinitishi meni shunchalik echindirdi. Aslında qilishning hojati yo'qdi. Hozir meniki shu yaqinqi 5-10 yilning ichida anglayotganim Uyg'ur ma'rifining sifati tushib ketdi. Ağır derece çıkın şöp ketdi. Bu nimishqa desa, bu atalmış qo'shtillik ma'rif degan narsani o'ttirib chiqarishda shu yaqinqi 100-150 yildek ilmiy tadqiqotlarniki natijasiga hurmat qilinmadi. Bu ishlarning hammasi ma'muriy buyruq bo'yicha hech qanday bunday qo'shtillik ma'rif yoki boshqa ma'rifdan xabari yo'q kishilarniki o'ttirib chiqarish bilan ilib berildi. Bu ashiyat shunga o'zim bekitib tutib ketdim. Men hozir qadar ko'p o'zimning maqolalarni yozib keldim. Dünyada işini to'g'ri qilishning birdan bir usuli ilmiy usul. Bugungi kunda, mana 21-asrdami, hozirgi zamon ilmiga hurmat qilmaslik bu intayin ig'ir ahvol bu. Shu Xitoyniki o'ziniki hozirgi davlat ahvoliga mos kelmaydigan bir ahvol bu. Lekin Uyg'urlarga kelgan chog'da mush intayin xato qilindi, bir Uyg'urlar bir fojia bo'ldi bu. Shundaq, endi savolimizni biz Abdulla Hamid Qarg'an apandiga bir yüzlendirsek, sizden bir sorsak, bu qitimki yig'inninki tayyorlik bosqichi, uninki qandaq vujudga chiqdi bu yig'in, andan keyin bu yig'inda konkret o'tirg'a qandaq fikrlar tushdi. Masalan, Uyg'ur, mayli muhojiratga Uyg'urlar bo'lsin, mayli vatan ichidagi Uyg'urlar bo'lsin, Uyg'urlarning hozirgi ana tili duch kelayotgan shu xiris, shu raqobat, shu qiyinchiliklarni o'ngishli yengib ketishimiz uchun qandaq bir meseleler, fikirler, tedbirler, çağrılar oturğa koyuldu, qandaq maqalalar sunuldu. Bu şekilde bir yani məlumat təqdim bolsanız konkret ahval to'g'risida. Bo'ldi. Bu yig'inni o'rganishtirishda Drexel Universitetining tadqiqotchisi dotsent doktor Rebecca Close xonimning intayin cho'ng o'pisi bor. Rebecca Close xonim nimaniki Xitoy mutaxassisi, Xitoychani intayin yaxshi biladi. Xitoylarninki davlatdagi ma'rif siyosatini va Uyg'ur rayonidagi ma'rif siyosatini intayin yaxshi biladigan bir mutaxassis. Bu Xitoyda 6 yil turgan ekan, Uyg'urlarni yaxshi bildi ekan. Biz Uyg'ur diyarini ziyorat qilib borgan ekan. Bu shu qatim Uyg'ur elini ziyorat qilmoqchi bo'lib bormagandan keyin bir o'zining tadqiqotida shu chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlarninki ma'rifini, zaten qaysi xil ahvolda onu bir tekshirib beqish niyatida shu konferansni o'rlashtirdi. Bu konferans O'rta Atlantik tashkilotininki, ya'ni jamiyatining har yil bir qatim elib beriladigan Osiyo tadqiqoti ilmiy muhokama yig'iniga to'g'rilab, shu yig'inninki bir qismi sifatida elib berildi. Bu yig'inda asosliqi chet eldagi Uyg'urlar, bular muhojiratdagi Uyg'urlarninki ma'rifat zodi qaysi ahvolda? Duch kelgan masalalar, qiyinchiliklar zodi nima? Undan boshqa bular zodi qaysi xil usulda Uyg'urlar hal qilyotdi? Buningki hal bo'lish ehtimoli bormi, yo'qmi? Bular muzokara qilindi. Asosliqi muzokara qilgan temalarninki bir qancha temaga bo'lishga bo'ldi. Birisi chet eldagi Uyg'urlarninki ma'rif ahvoli. Nerdengacha. İkincisi Uyg'ur diyoridagi, Uyg'ur elidagi ma'rifninki hozir Uyg'ur tilininki cheklanganligi. Onun qarshi Uyg'urlar zot qandaq tadbirlarni o'tirib evatdi. Qaysi xil shaklda o qiyinchilikni yengib chiqa olamiz degan narsa o'tirib qo'yildi. Uchinchisida yaqinqi davrda masalan ichki sirtidagi Uyg'ur ma'rifi zot qaysi xil jarayonni besib o'tdi. Bular muzokara qilindi. Asosliqi doktor Erkinsizlik efendim degandek savol javob qismida bu Uyg'ur tilini saqlab qolish, Uyg'ur tilininki ifodalash kuchininki kuchlik necha ming yillab butun O'rta Osiyo'dagi turk millatlarininki o'rtaq adabiy tili bo'lgan bir tilning hozir Xitoy hukumat tomonidan cheklanganligini o'tirib qo'yildi. Ya'ni buni qanday qilib saqlab qolamiz? Bu vaqtda muzokaralar olib berildi. Endi hozir bundaq bir masalam bor-da. Masalan, chet elda o'qiyotgan muhojiratga Uyg'urlarniki bayamsiz degandek Uyg'ur ona tili nuqtasidan olgansak,
Mesela o çetelde okuyatkan meyli Türkiye'de olsun, meyli Otur Asya'da olsun, Otur Asya'da sen zaten Rus medeniyet kategoriyası kırıda olan iki tesir dairesidik rayon. Avrupa, Amerika, İngiliz, German ve başka tillarının bu her bir devlet yaşavatkan Uygurlarının ki balaları okuyatkan şu cemiyet, şu yerdeki ictimai muhit, mektep tili, meyli Türkiye'de olsun, meyli Amerika'da olsun. Bu asası cemiyetin asası mağribide terbiyelendi. Bundak ahval aslında özünün ana tilini ügünüş, saklap kılış, bu hem de ciddi bir mesele de ama muhaciretteki Uygurlarına nispeten. Bu oturluktaki bu tamponluğunu kandak tanışış gerek bunu. Bunun yolu nime? Bu iki türlük teklif fikirlerini oturup koydu mütehassıslar. Asaslıkla ailedeki Uygur ana til marifini güçlendiriş. Bu birincisi. Ata-ana ailede mesela çoğum oğlu mesela ballarına Uygurca sözleşini teşebbüs kılış. Tabii ki şu turatkan yaşavatkan devletinin tilini yaxşı bir şekilde biliş gerek. Bu tabii aşağıda çok doğulup çoğulmagan Uygur ballarından ki biz ütüdüğün bir jarayan mukarrar. Çünkü yaslide terbiye gördü, başlangıç otura ve army tepelinde terbiye gördü. Ondan başka ailede ata-ana çoğum ballarına sap Uygur tilde sözlep beriş. Eğer sözleyemezse ona yardım kılış. Bu birincisi. İkincisi her kaysi devletlerdeki Uygur ziyaliler, teşkilatlar özüre hemkarlaşıp özürün turatkan devletlerde, rayonlarda hep tahri akşamları mektepten keyin qaytqandan keyin bir Uygur ana til mektebini her yerde geçiş bu intayın zürür bu qaldığını muş iki türlük amanlık qo'llangan vaqtida bu muhaciratdagi Uygurlarninki ana tilini saqlab qolishga kabalat qilib bo'lganligi o'tirib chiqdi. Yani xulaslasak birisi ailede işletiş. Shundoq. Yani birisi şu yerda yaşayotgan Uygur cemaati özünün ana til mekteplerini barpo qilish. To'g'ri. Şu iki xil eng önemli çare ya da xulasılık vaqtda iki noktaga keladi. Hem de üçüncü bir meseleye Mehmet Tursun Beydilar'dan kelsek, siz hem de bu Uygur sosyologiya okugan değil mi siz? Ben tarih ve medeniyetşünaslık, yani medeniyetşünaslıkni okugandınız. Uygurların tarihi noktadan ağa vaxtımızda bu medeniyet tarihi, mağrib tarihini biz yani zamanevi mağrib tarihini qaysi devriyeden başlayalayımız bunu? Zamanevi mağrib tarihi. Zamani mağrib tarihini bu cedizm mağribninki etnimizge kirgenden başlandı desek buldu. Bu 1880 yıllar 1890 yıllarda Türkiye'de okup gelen ziyalar bunun asasını atkan desek buldu. Yeni birisiga ben bu asas temam bu yığında vatan içi ve sırtıdaki Uygurlarınki mağribi yani kadimki ahvali, hazırlık ve kelgüsü doğruluk doklat verdim. Mesela bu diaspora doğruluk, diasporanınki mesela köç tarihi. Mesela bu Orta Asya'ya, Afganistan, Pakistan, onun Türkiye. 19. asırın ahırlardan başlandı. Başta bulup mu ben asaslık bu köçünü 1950 yıldan ki bu Muhammed bin Buğra, İsa Yusuf Abdek'in başlıqdaki bu Uygurların köçünü tatip merkezleştirdim. Bu köç tarihi, bu sebepleri, nimişin köçtü, nimişka bir kısmı Arabistan'a, Türkiye'ye. Bularınki qanda Avropada saqlanıp qaldı, nimişka köçtü, keyin qanda oldu. Bu kimlikə qanda qoğulup qaldı ve qoğdayımız. Müş doğruluq. Ben hazır 120'den artıq qarindaşlarımız bilen söhbət etdim. Söhbət aldım. Bu Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya, Orta Asya'dan. Nimeni yine kıldınız, nime oturga çıktı bununki xulasılığında? Bu arqılıq ben köp xırs bizim davamlıq deyimiz məsələn bizdə Uyğur tilimiz, mağribimiz vətənin içində xırs uçurvadı. Yoxluş gedib çıxıb qaldı. Deyimiz amma sirtdə də qanda qovadı. Yəni köpüncə mən hazır köp 120 adım qədər mən paranlaşdım. Yəni köp qismi məsələn birinci avlad asasını saqlab qalğan tilini, özünü örf adətlərini, ikinci avlad ve ikinci avladlarda köp özgürüş bolğan. Mesela köp qism adamlar mesela 3-cü avlad gələn adam özünki ballarınki Uyğurca Uyğur örf adətlərini, Uyğur tilini damlaşdırdığına ümidi yox ekanligini. Ancaq xırs uçurub qaldığını mənə inkas şuna boldu. Milli kimlik. Milli kimlikdən çağda. Herkes madem tamam Uyğur tili ama mesela Can, Simis Uyğur sözləydi o. Nurbekir Uyğur sözləydi ama Uyğur yiz qilish Uyğurni. Vətəndə bir Uyğur yığılsa, onu sırtırıb yiz qilish.
Uni g'amxo'rlik qilish. Bu tuyg'u, bu muhabbatni his qilish bu muhim narsa. Ammo Uyg'ur so'zlashlar bu kifoya emas. Shunga biz bu taklif vaqtida bizniki urf odatimizni, axloqimizni, dinimizni, tilimizni, tariximizni asta buni singdirish kerak. Buni qanday qilamiz degan chog'da biz ota-onaga uydagi oilasiga muhim kuch tushadi. Biz o'zimiz o'lgu bo'lishimiz kerak. Har vaqt ta'kidlab turishimiz kerak. Uni bir kun ta'kidlab, uni qilib yoki mayda so'zlab emas, 5 yillik, 10 yillik, 15 yillik plan tuzab, bu hem tilimizni, hem örf odat dinimizni, hem tariximizni yavaş-yavaş bu bolalarga so'ndirmoqda da, biz orzu qilgan Uyg'urlar yetib chiqadi. O sing'ish kerak. Uyg'ur kimlik shundan so'ngdi. O'zingga adabiyotimiz orqali, dinimiz orqali, axloq orqali, tilimiz orqali asta-asta bu 5-10-15 yil asta-asta bu shakllanadi. Erkin kamdan so'rab baqay bu savolning yana bir javobini da, masalan, bayam doktor Mehmet Tursun Beydulla o'tirib qo'yib o'tdi. Bizniki bayam o'xshash burunqi yoki birinchi avlod Uyg'urlarning ona til, milliy kimlik tonishi bilan keyingi 2-chi, 3-chi, hatto 4-chi avlodlar o'tirisidagi bu bu farqni hozirgi zamon texnologiya uchur vositalarini qo'llanib bir qisqartirishning yoki bo'lmasa aynan saqlab qolishningki bir imkoniyati bormi? Ya'ni bu texnologiya bizga o'zimizni saqlab qolishning qanday bir fursatlarini sunadi yoki suna oladi? Endi agar vaqt nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, chet eldagi Uyg'urlar soni burun pek oz. Shunday. Yaqinqi yillarda tez ko'payyapti hozir. Shunga burun kelgan Uyg'urlarni cheklik sondagi Uyg'urlarniki ballarının ana tilini saqlab qolishdan cho'ng qiyinchilik uchragan. Nima qilsa olishiga adam bo'lmagani uchun. Hozir endi meniki kuzatishimcha bir xo'shallanarli ahvol bor. Bu nima desa, ba'zi rasmiy maktablar qurilyapti. Masalan, Avstraliyada shu Avstraliya hukumati pul chiqarib qurib bergan maktablar bor. Andan keyin Gollandiya, Kanada, hozir Amerikadan bu qurilyapti. Uyg'urlar o'zlari pul yig'ish qilib maktab qurib bolalarni o'qitayotgan mana ahvollar bor. Bu nayti xo'shallanarli ish. Endi texnologiya degan narsa o'lik narsa endi. Agar uni odam ishlatmasa, u ish qilmaydi bizga. Turadigan narsa. Ham til masalasiga kelgan chog'da texnologiyaning foydasi bo'lamdi desangiz, foydasi bo'ldi. Uning foydasi bo'ldi, lekin hal qilish foyda emas. Hal qilish foydani yana shu kim hal qilish rolini kim o'ynaydi desangiz, yana ota-ona o'ynaydi bu rolni. Men yaqinda bu vaqtda ko'p izlandim. Chet eldagi Uyg'ur farzandiningki ana til tarbiyasini qanday qilish kerak degan masalani. Bu hamda hammalar duch kelayotgan masala. Undan boshqa men chet elda o'qib, biroz yoki ishlab, biroz muvaffaqiyat qozongan Uyg'urlarniki ahvolidan xabarim bor o'zim. 50 necha odamni tanishtirdim bu jihatda. Ashlarni udan ko'zatsangiz, bir o'rtaq aloyligi bir balaniki mayli o'zining kasbida bo'lsin, axloqda bo'lsin yoki ana til tarbiyasi, milliy kimlik tarbiyasi bo'lsin, mushjihatda yosh qilgan oilalarningki hammasini bir aloyligi ota-onasi bolasini bekchin tutgan. Ota-ona bolasini chin tutgan, o'zlari ulgu bo'lib bu ishni nayt puxta tutganda, ashta bu boshqa bu oxirida nayt yosh natijaga erishgan. Endi bundan keyingi Uyg'ur farzandlarining ahvoli qanday bo'ldi desangiz, bu o'xshash o'zgarmaydi. Albatta bu bir umumiy qonun bu. Mushtaq ahvollarda birinchi rol o'ynagan narsa oila tarbiyasi. Hozir chet elda cho'ng'ayotgan bolalarningki oldiga qo'yilgan bunday ishlar bor. Uyalmas bo'lmaydigan. Birisi o'zi yashayotgan davlatning tili. Shunday. Ikkinchisi o'zi o'qiyotgan maktabdagi maktab o'qishi. Andaki uchinchisi ona til. To'rtinchisi axloq tarbiyasi, insonlik, axloq, kishilik xarakter tarbiyasi, beshinchisi dil. Mushta ishlar bor. Mushlardan hamsidan o'rganmas bo'lmaydi. Hozir endi mushlarni muvofiq tanishishimiz muhimlik darajasini tizishda nurg'un ota-onalar qiynalyapti. Endi o'zimniki ikkinchi til o'rganishni qachon boshlasa bo'ldi degan jihatlarda men xil ma'lumotim bor edi. Men nayda donliq mutaxassislar kitoblarini o'qidim. Qachondan boshlasa to'g'ri bo'ldi? 10 yosh. Hozir ilmiy tadqiqotniki eng yaqinqi natijasi men 3 yil oldida bir Los Anjelesda ochilgan bir xalqaro qo'shtilik ma'rif yig'ini qatnashdim o'zim. Shaxsiy endi, o'zim shaxsiy bir qatnashdim. Shu yerda o'tirib qo'yilgan bir yangi bayqash
10 yaş en muvaffak yaş. vakti. Andaylıqı bu deganlik herkes çokum 10 yaş saqlap turib işimi öğretməyədik başqa şəkil degan gap emas bu. Ailede balağa ana tildə sözləb ana tilini sındırış qanday yaş başası buluyordu. Bu muhacirlar psikologiyası deydigan narsa var. Biz məsələn bayanmı deyildi bu gaplar Abdülhamid Efendimi deb ötdi. Bu birinci kere avlatlar özününki tilinin, medeniyetinki yüktürüp koyuşudan ya ki ikinci avlat, üçüncü avlatlara toğru aktaranmay qilishidin ensireyden dememizdi bu endişe. Zaten şu bugünkü yığıllarının hemmisi bu endişeden tuğulup atkan narsa. Til sipiti de eğer Uyghur tilini ügütümen dese, xas yaşta başlasa en yaxşı desiniz. Bunu 3. sınıf ya 4. sınıfda başlasa en yaxşı. Bu hazır ilmi tədqiqatın nəticələri həmdir. Bu deganlik herkes öydə onu salab duruş degan gap emas bu. Onu qancha baldır işletib, qancha baldır sındırsa şuncha yaxşı. Andaki yan bir çoğ bayqash nima desiniz? Şu akademik cəhətdə məktəb oxuş həyatındakı muvaffaqiyat buluş nöqtəsindən qaragан çağda iki til bildiğin balalarınki muvaffaqiyat qazanış ehtimallığı bir tilninkidən yuqarı ol. Bir qism ata-analar Uyghur tilida so'zlab, Uyghur tilini o'rgatsam, shu davlatning tilida yaxshi bo'lmay, o'qish ta'sir etamdiki deb ansirab, bolasiga qattiq Uyghur tilini ishlatmay, so'zlamay, bolasi Uyghur tilidan bexabar, asta cho'ng bo'lib qolarmi bor endi. Unda ota-onalar xotirjam bo'lish kerak. Buningki intayin yetarli darajada ilmiy isbotlari bor buningki. Unda andishaning hammasi o'rinsiz. Yani. Sizningcha bo'lganda bu ana til ügütüşüde gündelik ügütüş vasıtalarına nispeten etkanda teknolojiya bizge nimelerni bereleydi. Hazır hem de şu devrede çabattığımız internetten teknolojisi yaman tez taraqqi etdi. Bu qatımqı yığınımızda oturup koygan yana bir temin bolsa to'g'ri yuzda Uyg'ur ish tarbiyalash maktabi achish. Chunki ba'zi yerlarda iqtisodiy maliyat sababi tufaylidan, odam kuchi sababi tufaylidan intayin mutaxassis bo'lgan o'qituvchilarni bolalarga dars beradigan o'qituvchilarni tepish kamchilik bo'ldi ekan. Ikkinchi birisi sinf yoki makon hammadan biri keplanmagandan keyin ma'lum bir yumshoq detal yasab ona tili haqida bevosita anglatish berish va yoki bo'lmasa app yasab programma shu shaklda muajiratdagi Uyg'urlarga ana tili o'qitish bu bir vosita bo'lish bilan o'tirib qo'yildi. Buni jiddiy o'ylashib qilish tegishli bir xizmat bo'lib qoldi deb o'ylaymiz. Abdülhamid Efendi siz Uyg'ur Akademiyasininki raisi bu ishni kundalik faoliyatlarini boshqaryapsiz. Albatta bilishimcha bu sizning to'liq kunlik bir xizmatingiz emas, qo'shimcha ishingiz, ixtiyori qilyapsiz vaqtingizning yetishicha. Akademiyani biraz tanıştırıp bersanız kaçan kuruldu, ular nima ishlarni qiladi ve bunun qanday qilib bununla a'zo bo'la oladi odamlar bu masala. Uyg'ur Akademiyasi 2009 yılı 9 ayının 9 günü kuruldu. Kuruluşdaki maqsadi 3 xil maqsad bilan qurildi asosligi. Birincisi bütün dünyadaki bularga muajiratdagi Uyg'ur ziyolilar o'rtasidagi hamkorlikni o'rnatilishga turtki bo'lish. İkincisi, ilm-fan orqali Uyg'urlarning milliy ro'yini uyg'otish, Uyg'ur milliy kimligini qo'llab qilish. Bu ikinci mühim maqsadimiz. Üçüncü maqsadimiz bo'lsa, bu Uyg'urlarning har sohada ehtiyojli bo'lgan xodimlarning yetishib chiqishiga yordam qilish, yani buning uchun xizmat qilish. Bu shu 3 nuqtani maqsad qilib qurildi. Endi nimani nishon qildi deganda, Uyg'ur Akademiyasi bu navbatda Uyg'urlarning eng ehtiyojli bo'lgani o'zininki chiqish yo'lini, o'zining kelgusini bir yo'l xaritasini chizib chiqish. Bunun için bir tədqiqat mərkəzi ehtiyacımız oldu. Uyg'urlarning mustaqil o'zini qurib chiqqan tədqiqat mərkəziga. Yani akademiyani bir tədqiqat mərkəziga aylantirish, buni eng oxirida odam tarbiyalab yetishib chiqadigan bir institutga aylantirish. Yani buni nishon qilib qurildik. Hozirgacha biz Uyg'ur Akademiyasi 26 qatim cho'ng kichik konferans, ilmiy muhokama o'tkazdik. Bu yig'inlarning mutlaq ko'p qismi Uyg'ur ana tilida elib berildi. Bu nima uchun Uyg'ur ana tilida elib berildi desak, biz ming yillab O'rta Osiyoda Turkiy millatlarning orasidagi o'rtaq adabiy til bo'lgan Uyg'ur tilininki hali ham ifodalash kuchininki yuqori ekanligini, fan texnikada, ma'rifda ishlatilib bo'lgan til ekanligini biz hem Uyg'urlarga, hem Xitoy hukumatiga, hem xalqaro jamiyatga isbotlagan bo'ldik. O'sha faoliyatlarimiz orqali. Ondan keyin Uyg'ur Akademiyasiga qanday a'zo bo'la oladi degan vaqtida Uyg'ur Akademiyasiga muayyan o'qish saviyasiga bo'lib universitetni bitirgan
bütün dünyadaki Uygurlar eza bulalaydı. Yani 3 türlük ezalık fonksiyonu var. Birisi Uygur Akademikler Kengişi, bunu doktorluqni bittirgan, har qaysi suratlardagi o'zining millatining mavjudligini va taraqqiyotini ko'zlab ko'ngil bo'lgan ziyolilarimiz bu Uyg'ur Akademiklar Kengashiga a'zo bo'lalaydi. Bu kengash Uyg'ur Akademiyasining eng ust qatlamdagi boshqarish sistemasini bekitganlar. Har qaysi suratlardan buni nima qilamiz? Ikkinchisi Uyg'ur Akademiyasining a'zolik nimasi. Bunga asosan Turkiyadagi bosh suratlardagi bayan deganimdek eng az bo'lganda universitet degan Uyg'ur ziyolilari. Üçüncüsü Uyg'ur Akademiyasining faxriy a'zosi. Bunga masalan boshqa davlatlarda har xil sababli tufaylidan qonuniy jihatdan imkon bo'lmagan, ammo o'zininki xizmat qilib ziyolilarning o'zaro hamkorlashishi, Uyg'urlarning taraqqiyoti uchun to'p qo'shni xohlagan ziyolilar bunga va iqtisodiy ish odamlari bunga kiralaydi. Endi hozirgi sizlarniki bayam dediniz Uyg'urlarning ichida bir akademik ilmiy bir sahani shakllantirish bizning vazifalarimizning biri deb sizlar hozirgi ta'sis qilgan bir fondinglar, ya'ni o'qiyotgan o'quvchilarga berayotgan fond yordam bir programma bormi? Bizningki 2014-yildan boshlab yo'l qo'ygan Tavfiq o'qish mukofoti programmamiz bor. Hammamizga ayon bo'lgandek, Mehmetli Tavfiq efendim Turkiyaga kelib, Turkiyada o'qib yetishib chiqib, mamlakatga qaytib, vatanga qaytib, nurg'un o'quvchilarni yetishtirgan, o'qitish yetishtirgan. Biz Mehmetli Tavfiqniki mashinani Turkiyada qaytadan yondirish maqsadi bilan har yili 10 atrofidagi Uyg'ur magistr, doktor o'quvchilarimizga o'qish mukofoti beryapmiz. Bu o'quvchilar asosliqi o'qishda a'lo natija yaratgan, iqtisodiyatdan qiynalib qolgan. Undan keyin Uyg'urlar uchun kelgusida ehtiyojli bo'lgan sohada xizmat qilishga hozir bo'lgan o'quvchilar. Biz bularga yordam qilamiz. Bular asosliqi davlatdan hech qanday bir davlatdan o'qish yordam puli olmagan bolalar bor. Hozir Turkiyada taxminan 800 ga yaqin Uyg'ur o'quvchi o'qitadi. Undan 300-400 atrofida o'zining xarajatini o'qitgan o'quvchilar bor. Biz asosliqi nishonimiz bularga yordam qilish. Asosliqi ijtimoiy fanda Uyg'urlar bular chet eldagi mujoratdagi Uyg'urlarniki ijtimoiy fan sohasida yetishib chiqqan Uyg'urlarga intayin jiddiy ehtiyoji bor. Biz asosliqi ijtimoiy fanda o'qitgan o'quvchilarga yordam qilib ketyapmiz. Endi erkinka yana akademiya to'g'risida sizdan yana bir savolni so'ray. Endi nima uchun Uyg'ur akademiyasi muhojiratdagi Uyg'urlar uchun va hatto vatandagi Uyg'urlar uchun hozirgi sharoitda zarur va keraklik deb qaraysiz? Buning ahamiyati nima? Endi Uyg'ur akademiyasi dastlabki qurilgan chog'da biz asosan vatandagi yoshlarni ilhomlantirish, shularga yo'l ko'rsatish, yordam qilish, mushni bir tub maqsad qilgan. Shuni chet eldagi Uyg'ur ziyolilarini tashkillash, ularga bir ilmiy so'rin hozirlab berish orqali amalga oshiraylik deb shuni ko'zlagan. Endi keyingi vaqtlar kelganda bilasiz, chet el bilan Vatanning aloqasi butunlay uzilib qoldi. Lekin bizning xilja ishlarimiz shu torbet orqali bo'ladi. O vatan torbetliğinin hemisi takılıp gitti hazır. Chet eldeki torbetlerin hiç kısmı içilmeydi vatanda. Şunun olan bu yolla itip kaldı hazır endi. Lekin aslında Uyg'ur akademiyasi vücut kelgan chog'da bizningki hammamizningki ko'zligini vatandagi yoshlarni, vatandagi yoshlarga chet el chiqib o'qiydiganlarga yo'l ko'rsatish, agar imkoniyat bo'lsa yordam qilish, hatto Turkiyaga o'quvchi chiqish ishidami bir qism ishlarni qilgan. 125 o'quvchi. 125 o'quvchini ham shu Uyg'ur akademiyasiniki yordam bilan chiqqan endi. O'qish mukofot pulini Turkiya hukumatidan bergan, lekin o'qish tanlashda Uyg'ur akademiyasiniki dastlabki ishlar Uyg'ur akademiyasi qilgan endi. Bu ishlar to'xtab qoldi. Endi bizningki bu jihatga orzuyimizda hech qanday o'zgarish yo'q hozirmi? Bizningki kimligimizning qadasha to'kilgan, bizning nazarimiz davomli vatanda, yurtimizda, vatandagi xalqda agar imkon bo'lsa shular uchun xizmat qilsak deb o'ylaymiz. Endi hozirgi sharoitda bir qism diqqatni endi chet elga o'tkazsak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bu jihatda degan monayt obdan paralarni qilishib keldik bir yerda. Bo'lsa shu chet eldagi ammo shu ma'rif, ilm, musoadagi albatta ona til o'qitishi bu sohalardagi bir qism bo'sh o'rinni to'ldirishda bir kuchsak deb mushtaq o'ylarimiz bor. Xudoyim bursa bu jihatda biz butun kuchimiz bo'yicha tirishimiz bundan keyin. Shunday. Bo'ladi, nayt ko'p rahmat, ishinglar utuqliq bo'lsin. Hamda bu nayt bir tarixiy
hem büyük bir ehmiyetke ega olgan işler bu. Hem de bunun için nurgun emgek, güç sarf kılışka, zihin sarf kılışka doğru keladi. Hemmanlarga köp rahmet. Təklif qılğanınız üçün Köp rahmet. Sağ rahmet. Hürmetli televizor kögüçüler, yukarıda Erkin Asiya Radyosu Washington munbirining 4. sanını ködüңlar. Kıymetli fikirlerini, berişanlarını karşı alımız. Bizden ayrılmаңlar, bizle aloqalashib turinglar. Xayr xo'sh.